Yonimizda davlatda bog'chasi bor ekan. Bu infrastruktura juda razit. Bu degani bemalol bitta bizani joyimizga xususiy bog'cha qilib olsa ham juda yaxshi bo'ladi, to'g'rimi? Uglovoyda joylashgan, 507 sotix. Mana yo'l yuzi, mashinalar o'tayotgan joy. Fasadi 22 metr. Fasadi 22 metr. Yaxshi. Bu yerga mana sen olib nima qilgan bo'larding? Mana fikringni aytib o'tgan. Bog'cha nima aytadi? Yoki kottej ham ikkita, menimcha chiroyli tursa bo'ladi. Uglovoyda yoki 3 ta ham qilsa bo'ladi, to'g'rimi? Mana yo'l yuzi, yo'ldan bizaniki 3-uy bor, 2 ta uy bor, 3-uy mana bizani xonadonimiz bo'lyapti. Yo'ldan ham uzoq emas-da, xullas biznesga ham, yashashga ham yaxshi taklif. Yakkasaroy tumani, Bog'iboston mahallasi. Bog'iboston, bitta tushuntirib o'tirlik, Yakkasaroy chap qo'limiz yo'lga chiqib chapga qayrilsak, Yakkasaroy masjidi, o'ng tarafga qayrilsak, Malikalchoy, kichik xalqqa yo'liga chiqib ketadigan. Xullas joy yaxshi, oldi tarafida yashil maydonlar qilib qo'yilgan. 507 Uglovoy. Shirin joyini o'zing ayt endi. Narxi 1 soatiga 79 ming startovoy so'ralyapti. Azgina kelishilgan joy bor. Kelinglar, ko'ringlar, gaplashamiz. Bo'ldi, primo egalarini yozib qo'yamiz. Bo'lmasa 79 ming yana o't beradilar, to'g'rimi? Albatta. Kelishdik.